Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur Milliy Harakati rahbari Robiya Qodir xonim oz sonli millatlarning huquqini qo'g'dash tashkiloti va vakolatsiz millatlar tashkiloti uyushtirgan yig'inda Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'ydi. Yig'in 30 noyabr tushdan keyin soat 1 dan 3 gacha Janvadagi BDT kishilik huquq kengashining zalida o'tkazildi. Yig'inda dunyodagi bir qism mashhur ayol faoliyatchilar so'z qildi. Robiya Qodir xonim Uyg'urlarga vakolatan so'z qilib, Uyg'ur ayollari duch kelayotgan echinishli vaziyat haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Robiya Qodir xonimning so'zi yig'inda qatnashgan diplomatlar va xalqaro kishilik huquq tashkilot vakillarining qizg'in olqishiga erishdi. Yig'in jarayonida Uyg'urlar, jumladan Uyg'ur ayollari haqida savol-javoblar bo'lindi. 30 noyabr Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi 4. növbetlik az sonli millatlar munbiri yig'inining 2. kundagi umumiy yig'inda Dünya Uyg'ur Qurultiyi vakili Olim Seyitov Dünya Uyg'ur Qurultiyi nomidan so'z qildi. U bu yig'inda Uyg'ur ayollari masalalari va 2009 yili 7 oyning 7 kuni Tinch Yusunda namoyish qilgan Uyg'ur ayollarining izdiraksiz yo'qolib ketish ahvollari, Uyg'ur qizlarining o'limga va muddatsiz qamoq jazosiga uchrash ahvollari haqida ma'lumotlar berdi. Olim Seytovning so'zi boshlanishi bilan Xitoy hukumatining Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vakili Dünya Uyg'ur Qurultiyi vakilining so'z qilish huquqini ilib tashlashni talab qildi. Xitoy vakilini Kuba va Pokiston vakillari qo'lladi. Ammo Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vakili Dünya Uyg'ur Qurultiyi vakilini qo'lladi va uning davomli so'z qilishiga ruxsat qilish kerakligini o'tirib qo'ydi. Shunday qilib, yig'in zalida Uyg'ur vakilining so'z qilish qilmasligi masalasi haqida keskin munozara bo'ldi. Oxirida yig'in raisi Dünya Uyg'ur Qurultiyi vakiliga so'zini davom qilish huquqini berdiganligini e'lon qilib, qayta so'zga taklif qildi. Xitoy vakili intayin osal ahvolga tushib qoldi. 2009 yili iyuldan buyon Xitoy turmusida etayotgan Nurul Islom Sharbaz turmadagi har xil qiyin qistoq va nachar muhit tufaylidan qazo qilgan. Nurul Islom Sharbazning onasi Uyg'ur, dadisi Pokistonlik bo'lib, u Uyg'ur elida o'sib cho'ng bo'lgan edi. 2009 yil 5 iyul namoyish qanliq bostirilgandan keyin Xitoy doiralari Nurul Islom Uyg'urni va nurg'un Uyg'ur yoshlarini qora qo'yib tutqun qilgan va jazoga tortgan edi. Nurul Islom shu yil 27 iyul Urumchida qo'lga olingan va 2010 yil 13 aprel Aqsu viloyatlik o'tir sud mahkamasi tomonidan qotillikqa urinish, qalaymaqonchilikqa kuch ko'rsatuvchilik qilish jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Nurul Islomning dadisi Sharbaz xonning bildirishicha, Nurul Islom bu yil 13 noyabr turmada hayotidan ayrilgan. Ürümçidən Qashqarga qarab mangan bir yo'lovchilar poyezdagi Uyg'urlar vaqt munosabati bilan Hayit namozini poyezdda o'qishga majbur bo'lgan. Halbuki Uyg'urlar yig'ilib namoz o'qishga tutunganda Uyg'urlar namoz o'qimoqchi bo'lgan vaqtdagi Xitoy yo'lovchilar o'rin bo'shatib berishni rad qilgan. Radiomizning ziyoratini qabul qilgan ana shu vagondagi bir Uyg'ur yo'lovchi Xonandan Qashqarga ishlamchilikka mangan bu Xitoylarning boshlig'i bilan so'zlashgan va uningdan vagonni vaqtliq bo'shatib berishni o'tingan. Ammo bu Xitoy yo'lovchimi Uyg'ur yo'lovchining talablarini zangli qilib rad qilgan. Bu Xitoy yo'lovchining o'zini mansitmaganligidan darg'azab bo'lgan Uyg'ur yo'lovchi ilk Xitoy yo'lovchining beqiniga birini tepgandan keyin Xitoy yo'lovchilar Uyg'urlarning gapini anglagan va vagonni bo'shatib bergan. Arlıqda poyezdning amanlıq saqchilari kelgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning talabi o'rinliq deb qarab, Uyg'urlarga yo'l qo'ygan. Bu yo'lovchining deb berishicha hozir Uyg'urlar orasida ittifoqlik bo'lgancha kuchayishga boshlagan. Bu yil Ramazon mezgilida Gomida 12 Uyg'urning o'limiga sabab bo'lgan ochiq suvdan zaharlanish voqeasidagi zaharning Sandongdan kelganligi ma'lum bo'ldi. Muxbirimiz o'tgan hafta zaharlik ochiq suvni ishlatgan Lampongchi va zaharlik ochiq suvni sotgan yemak-ichmak shirkatining mas'ulini ziyorat qilgan. Ziyorat davomida zaharning asli manbasi ochiq suvning ishlanishida emas, ochiq suv qochilangan bakti ekanligi ma'lum bo'lgan edi. Muxbirimiz yemak-ichmak shirkatiga mazkur zaharlik bakni sotgan turmush buyumlari savdogari Rozi To'xtini ziyorat qildi. Rozi To'xti mazkur zaharlik bakning Sandongdan elib kelinganligini, bakni ta'minlaguvchining Jang Doyan ismli bir Xitoy tijoratchi ekanligini oshkorladi. Ammo Jang Doyanning zaharlik bakni Xotanga yo'llashi oddiy bir diqqatsizlikdan va yoki ba'zi kishilar andish qilgandek milliy o'chmanlikdan kelib chiqqan bir suiqasmi
Bu hozircha ma'lum emas. 2011 yılı 26 noyabr Gollandiyaning Amsterdam shahridagi bir zalda Yevro-Asiya shoirlari uchrashishi faoliyati o'tkazildi. Bu uchrashishni Turk uyi jamiyati uyushtirgan bo'lib, Turkiya, Ozarbayjon, Kosovo, Gretsiya, Siprus, Germaniya, Iroq, Sharqiy Turkiston va Afg'oniston qatorliq davlat rayonlaridan kelgan shoirlar qatnashdi. Uyg'urlarga vakolatan Gollandiyadagi shoir Ahmad Qashqari qatnashib, Uyg'urlarning va ularning ona vatani Sharqiy Turkiston haqida qisqacha to'xtaldi. İnqilobchi shoir Abduxoliq Uyg'urni tanishtirdi va shoirning O'yg'on nomli she'rini turkcha izolab o'tgandan keyin o'z yezib kelgan Uyg'urlarningmi Haqqi bor sanda nomli she'rini o'qib berdi. 200 ga yaqin odam qatnashgan bu faoliyat shu yer vaqti kech soat 7 da boshlanib 10 da oxirlashdi. Uyghur elidagi AIDS'ning oldini olish doiralari e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Uyghur eli bo'yicha AIDS bilan yuqumlanganlarning soni taxminan 60 mingdan oshadi ekan. Hozir AIDS Uyghur elidagi barliq shahar, viloyat, noya yezilarining hammasida bayqalgan. AIDS'ning odatdagi kishilar to'pi orasida jinsiy munosabat bilan tarqalishi yanada jiddiy bo'lib, 2010 yilga qaraganda AIDS yuqumdorlarining soni 38,9% o'rlagan. Halbuki Uyghur elida xalqning, bo'libmi Uyghur dehqonlarining AIDS'ning oldini qandoq olish haqida hech nima bilmaydiganligi odamni cho'chitadi. Gollandiyadagi diniy ziyoli Husanjon navbatdagi AIDS tahdidi haqida to'xtalib, AIDS insonlar tavba qilganda yo'qoladi dedi. Radyomuz egenligen uçurlardan ma'lum bo'lishicha 5-yo'l Urumchi vaqasidan keyin doiralar Uyg'ur tilidagi barliq to'rbatlarni taqab, Uyg'ur to'rchilik sohasini faolach holatga tushirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo navbatda shaxslar tarafidan qurilgan Uyg'ur tilidagi to'rbatlar 200 dan oshgan. O'xyan qatorliq to'rbatlar yaqinqi 2 yildan buyon Uyg'ur tilidagi to'rbatlarning ichida ta'sir doirasi bir qadar keng bo'lgan to'rbatlar bo'lib qolgan. Bu to'rbatlarning ko'pinchisi Uyg'ur koni yezqida loyihalangan bo'lib, bu to'rlarda kompyuter mulozimati, adabiyot, san'at, urf-odat qatorliq har xil sohalardagi maqola va munozirlar e'lon qilinmoqda. Muhtaram televizorchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi To'r televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.